Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan oila qurish haqida gaplashib o'tamiz. Videoni ko'rishdan avval bizga obuna bo'ling hamda videoga like bosishni unutmang. Alloh taolo Qur'oni Karimning An-Naba surasida shunday degan: Va xalaqnakum azwajan, ya'ni va biz sizlarni juft qilib yaratdik. Hammamizga ma'lumki, Alloh taolo birinchi bo'lib erkak kishini, ya'ni Odam alayhissalom payg'ambarni yaratgan. So'ng uning qo'rg'asidan ayolni, ya'ni momo Havoni yaratgan. Va hammamizga ma'lumki, erkak kishi bir qizni yaxshi ko'rgandan so'ng borib uning akasiga yoki otasiga borib shu narsani aytish kerak, so'ng nikohlab halol qilib olish kerak. Alloh taolo erkak va ayollarni bir-biriga juft qilib yaratgan. Ular bir-birida mehr topishlari uchun, bir-biriga mehribon bo'lishlari uchun, bir-birini sevib, Allohga yoqadigan, ya'ni Alloh suyadigan ishlarni qilishlari uchun. Ayol kishining ham, erkak kishining ham o'ziga yarasha, o'z zimmasida ba'zi bir vazifalari bor va majburiyatlari bor. Misol, erkak kishi uylanayotganda mahr degan narsa bor. Hozirgi kunda ko'plab qizlar afsuski dunyoviy narsalar, misol mashina, uy va hokazo narsalarni so'raydilar. Lekin oxiratda eng kerak bo'ladigan narsalarni unutib qo'yishadi. Mahr cheksizdir, ya'ni uni bir ma'lum bir darajada beriladigan narsa emas, kichik katta bo'lmaydi. Eng muhimi qiz rozi bo'lsa va Alloh rozi bo'lsa bas. So'ng nikoh bo'ladi. Erkak kishining ushbu majburiyatlari bor, ya'ni uylangandan so'ng ayolini boshdan oyoq ta'minlash kerak bo'ladi. Uni oziq-ovqat bilan, kiyimlar bilan ta'minlash kerak bo'ladi. Unga mehribon bo'lish kerak, unga vafodor bo'lish kerak. Birgalikda namozini o'qish kerak vaqtida. Uni haqoratlamaslik kerak, chunki Alloh taolo har bitta erkakni oldiga chaqirib so'raydi: nima sababdan sen ayolingga zulm o'tkazding, nima sababdan sen ayolingni so'kding, nimaga xiyonat qilding deb so'raydi. Chunki har bir ayol erkakka bu Alloh tomonidan beriladigan omonat va har bitta qilgan xato ishi uchun, qo'pol gapirgani uchun, yig'layotgani uchun, qo'lini ko'targani uchun, hattoki adolatsizlik qilgani uchun erkak kishi javob beradi. Ayol kishi asosan farzandlar tarbiyasi bilan hamda uyning ishlari bilan shug'ullanishi kerak. Eri ishdan kelganda uni tabassum bilan kutib, yaxshi gapirib, shirin-shirin ovqatlar bilan, issiqqina choy bilan kutib olsa, uning jufti haloli ham rozi bo'ladi hamda quvonadi. Bu esa Allohga suyukli. Agar ayol kishi eriga mehribon bo'lsa, erini aytganini qilsa, uni hurmatini joyiga qo'yib, hamma aytganlarga xo'p desa, boriga, yo'g'iga shukr qilsa, rahmat aytsa va sabr qilsa, shundagina Alloh taolo eriga ham, o'ziga ham ko'pgina rizqlar beradi. Farzandlari ham sog'lom bo'ladi, umrlari ham uzoq bo'ladi. Hech qachon ayol kishi ham, erkak kishi ham o'zini juft haloli bilan boshqalar bilan hech qachon solishtirmaslik kerak. U sendan chiroyliroq yoki u sendan shirinroq ovqat pishiradi yoki u sizdan ko'proq pul topadi, u sizdan boyroq, u sizdan kuchliroq, u sizdan sabrliroq demaslik kerak. Chunki har bir insonning o'ziga yarasha rizqi bo'ladi. Alloh taolo har bir inson uchun rizq beradi. Hammada u rizq har xil bo'ladi. Shuning uchun hech kim bilan hech kimni solishtirmaslik kerak. Hammaning o'z hayotida o'zining majburiyatlari, turli xil qiyinchiliklari hamda vazifalari bo'ladi. Oila qurish bu juda ham yaxshi, lekin juda ham katta mas'uliyat deb o'ylayman. Chunki hozirgi zamonda ko'pchilik oilalar atrofdagi muhitga qarab, tashqi muhitdan oilaga aralashayotgan insonlarga qarab fikr qilishadi. Bu esa yaxshi emas, chunki er-xotinning orasidagi barcha muammolarni faqat er-xotin hal qilish kerak. Oraga 3-4 shaxs aralashishi kerak emas. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: ikki kishining orasiga aralashgan 3-shaxs yoki qo'shilgan 3-shaxs do'zaxiydir deganlar. Bu misol ikki do'st orasiga 3-shaxs qo'shilishi bo'ladimi yoki er-xotin yoki aka-uka, opa-singilning orasiga qo'shilgan 3-shaxs bo'ladimi? Farqi yo'q. Chunki bu yaxshi niyat bilan emas.
Lekin yaxshi niyat bilan ikki shaxsni yarashtirish uchun bo'lsa, bu savob ish yoki-da ikkalasini bir-biriga qarshi qilish uchun, orasiga so'q tushirish uchun bo'lsa, albatta bu juda ham katta gunoh hisoblanadi. Er xotin o'zaro muammolarini tashqariga chiqarmaslik kerak. Oilaning ichidagi mayda-chuyda gaplarni ko'chaga, ota-onasiga borib aytmaslik kerak. Orada qolgan muammoni hal qilish kerak, chunki u muammoni hech kim hal qila olmaydi toki er xotin o'zlari kelishib olmaguncha. Har doim ham oilada tinch o'tmaydi, orada tushunmovchilik bo'ladi. Bir-birini tushunmasdan urush janjal bo'ladi. Bunaqa paytda bir-biridan voz kechib, bir-birini haqoratlab, urush janjal qilib, farzandlarini oldida bir-birini hurmatini yerga to'kmasdan, alohida hech kim oldlarida bo'lmagan, endi farzandlar masalan maktabda, bog'chada bo'lganda alohida gaplashib olishib kelishlari kerak. Chunki agar har bitta urushdan keyin odam bir-birini yomon ko'rib urushib ketaversa, bu oila emas, balki shunchaki ikki dushmanga aylanib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Va sizlarning eng yaxshisi bu o'z ayollariga eng yaxshi munosabatda bo'lgan" deganlar. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hech qachon ayollariga baland ovozda gapirmaganlar, ularni urmaganlar, ularni haqoratlamaganlar, doim mehribon bo'lganlar. Ularga juda ham adolatli hamda o'z vazifasini bajaradigan bo'lganlar. Hamda bir kun urush bo'lgan uyda 40 kun baraka ketadi. Hamda farishtalar uyga kirishni xohlashmaydilar. Ammo shu narsalarga sabr qilib, yarashga harakat qilgan insonlarga Alloh taolo juda ham katta mukofot beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.